Agar ajinlar faqat 70 yoshda chiqadi deb o'ylasangiz, adashyapsiz. Ko'p amerikalik ayollar terining osilishi va mayda ajinlarni 40 yoshdan sezishni boshlaydi. Bu faqat qarishdan emas, balki brendlar sizni yillar davomida aldab kelgani uchun ham. Ular sizni qarigan teridan qochib bo'lmaydi deb o'ylashingizni istashadi. Shunda siz doimo ularning $200 kremlarini sotib olasiz. Lekin haqiqat shuki, teringiz qayta tiklana oladi. Oddiy oshxona retsepti to'g'ri ishlatilsa, bir necha daqiqada terini ko'taradi, taranglashtiradi va yillar davomida to'plangan charchoq izlarini yo'q qiladi. Xolam 60 yoshda, lekin shu retseptni ishlata boshlagach, odamlar unga yuzini tortirgan deb o'ylashdi. Yorqinlik va taranglik hayratlanarli edi. Lekin muammo shundaki, bu retseptni juda ham kam ayollar bilishadi. Agar bu video o'chib ketsa, buni qaytib topolmaysiz. Shuning uchun uni hozirroq saqlab qo'ying. Mana qanday ishlatiladi. Avvalo guruch unidan boshlang. Xom guruchni maydalab uyda qilishingiz mumkin. U tabiiy ravishda quyosh zararlanishidan himoya qiladi va terini aminokislotalar bilan oziqlantiradi. Keyin ozgina glitserin qo'shing. U terini namlaydi, siliqlaydi va mayda ajinlarni yumshatadi. Keyin asal qo'shiladi. U qarishni sekinlashtiradi, kollagenni ko'paytiradi va birdan yorqinlik beradi. Oxirida atirgul suvi yoki xohlasangiz xom sut qo'shib bir xil pasta holiga keltiring. Uni 15-20 daqiqa davomida yuzingizga suring. Keyin sovuq suv bilan yuving. Darhol teringiz tarang va yangilangandek his qilasiz. Buni 20 kun davomida har kuni qilsangiz, ajinlar yo'qolib, teringiz yana yoshdek ko'rina boshlaydi. Davom etishimdan oldin hozirroq kanalimga obuna bo'lib qo'ying, chunki bu yerda shunga o'xshagan yanada ko'proq kontentlar chiqarib turamiz. Hozirroq Telegram kanalimga ham obuna bo'ling.